O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 33 yilligiga bag'ishlab Oqqo'rg'on tumanida Konstitutsiya, huquq va erkinligimiz kafolati mavzusida zakovat intellektual o'yini tashkil etildi. Mazkur bellashuv yoshlarning bilim salohiyatini namoyon etishda, ularning ijtimoiy huquqiy jarayonlarga jalb qilishda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi. Navbatdagi lavhamiz shu haqda. Oqqo'rg'on tumanidagi kasbiy ko'nikmalar markazida bo'lib o'tgan ushbu tadbir O'zbekiston Kasb uyushmalari Federatsiyasi Toshkent viloyati kengashi, Toshkent viloyati kasbiy ta'lim boshqarmasi va Zakovat intellektual klubining hamkorligida tashkil etildi. Tadbirda viloyatdagi kasbiy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan o'quvchi yoshlar ishtirok etdi. Albatta ushbu o'yinlar O'zbekiston Kasb uyushmalari Federatsiyasi yoshlar birlashmasining maqsad vazifalarini hayotga tatbiq etish, ularni yoshlar orasida keng targ'ib qilish, mehnat faoliyatini boshlamagan yoshlarga kasb uyushmalarining faoliyati to'g'risida ma'lumot berish maqsadlarini ko'zlab tashkil etildi. Qolaversa, zakovat intellektual o'yini yoshlarning intellektual bilimlarini namoyish etishlariga sharoit yaratib berish, qolaversa huquqiy bilimlarni oshirish maqsadida o'tkazildi. Ishtirokchilar 24 ta mantiqiy, huquqiy va kasb uyushmasi faoliyatiga oid bo'lgan savollarga javob topishdi. Qiziqarli savol-javoblar, bilimlar va fikrlar to'qnashuviga boy tarzda o'tgan o'yinda g'oliblikni Oqqo'rg'on tumani 2-son texnikumining Adolat yulduzlari jamoasi qo'lga kiritdi. 2-o'rinni Oqqo'rg'on tumani 1-son texnikumining Komil Sulton jamoasi, 3-o'rinni esa Bo'ka tumani 2-son texnikumining Intellekt jamoasi egalladi. Zakovat o'yinida biz 9 ball bilan birinchilik qo'lga kiritdik. Bunda to'g'ri biz qiynalgan savollar ham bo'ldi, biz oson topgan savollarimiz ham bo'ldi. Bunda biz yangi ko'nikmalar va yangi do'stlar orttirdik. Agar jamoaviy hamjihatlik bo'lmaganda balki yutmasdik. Hamma o'zining fikri bilan o'zi bo'lganda, jamoa bilan hamjihatlikda ishlaganimiz uchun yutdik deb o'ylayman. Tadbirlar o'tkazgan o'sha biz yoshlar uchun juda katta foyda deb o'ylayman. Mazkur musobaqa nafaqat bilim sinovi, balki yoshlarda mantiqiy fikrlash, tezkor xulosa chiqarish va jamoa bilan ishlash malakalarini kuchaytirish imkoni hamdir.